Assalomu alaykum. Bugun yangi formatda, yangicha chiqishda boshlaymiz. Yangi loyiha bilan. Loyihamizning nomi Anglash. Barchasini siz YouTube'da ko'rib borasiz. Anglash nima? Avvalambor o'zimizni anglash. Ikkinchi tomondan farzandimizni va uchinchi tomondan o'quvchilarimizni anglash. Demak, bilib turganingizdek, bu loyihamizda barcha uchun, o'quvchi uchun ham, o'qituvchi uchun ham, ota-ona uchun ham manfaatli bo'ladi. Birinchi navbatda bir masalani o'rtaga tashlaymiz. Xo'p. Anglaganimizda muammoni anglasak. Ya'ni bizda bola muammosi bor. Muammoli bola emas, balki muammosi bor bola bo'ladi. Hech qachon bolani biz muammo sifatida ko'rmasligimiz kerak. Nega? Chunki agarda biz bolani muammoli deb yokida u bolani o'zini muammo deb ko'radigan bo'lsak, biz muammoni hal qilishimiz uchun, yechim topishimiz uchun boladan voz kechishimiz to'g'ri keladi. Aslida esa bunday qilmaymiz. Biz muammoni boladagi borligini topamiz. Sababini izlaymiz. Natijada biz bolani emas, muammoni yechimini topamiz. Sababini topamiz va uni yo'qotamiz. O'shanda bizda muammo yo'qoladi, bola esa qoladi. Va shuni inobatga olish kerak, bola tug'ilgan vaqtda muammo bilan tug'ilmagan. U ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng qaysidir bir elementar xato yoki bir muammo, qanaqa sabab tufayligina o'sha holatga kelib qolgan. U nafaqat ruhiy, tarbiyaviy yoki axloqiy bo'lishi mumkin yoki ta'limiy bo'lishi mumkin. Istalgan bitta xato u muammoni olib keladi. Va biz o'sha muammoni bola tug'ilgandan birdaniga bor emasligini, ya'ni bor emasligini bilamiz. Demakki, vaqt o'tgan sari u narsa tuzalib ketadi. Va unga e'tiborli bo'lsak, o'sha sababni topa olsak, sababga esa yechim qilib bera olsakgina biz natijaga erishamiz. Unutmaylik, dard borki, davo bor. Ya'ni hech kim yo'qki, yechim topilmagan narsa bo'lsa, biz albatta yechim topganmiz. Va bu narsani ba'zida erkinlik tufayli, ba'zilarda esa bosim tufayli, ba'zilarda esa qanaqadir ma'noda nagruzka yoki mas'uliyat tufayligina ularga yechim qilib bera olamiz. Boladagi muammoni topish uchun nima qilishimiz kerak? Demak, birinchi navbatda bola bilan suhbat. Albatta bola bilan suhbat qilishimiz kerak. Bu suhbat qanday bo'ladi? Bu suhbatni eng avval ota-ona bilan gaplashgandan so'ng, ya'ni suhbatlashgandan so'ng qilgan maqsadga muvofiq. O'shanda, ya'ni o'sha tufayligina boladagi muammoni qaysi nuqtada xato ketganligini, dars ketganligini biz bila olamiz. Va suhbatni aynan shu yo'sinda boramiz. Ota-ona bilan suhbat olib borish juda oson. Ota-onadan bor narsani boricha so'raymiz. Nima bo'ldi? Qayerda bo'ldi? Qachon bo'ldi? Qanday bo'ldi? Oson so'raymiz. So'raganimizda ular ham oson natijani aytishadi. To'g'ri, yashirishadi ba'zida. Lekin aynan psixologga yoki maktabdagi ustoziga yoki qaysidir ma'nodagi kuratoriga bemalol ota-ona suhbat qilib aytishi mumkin. Lekin bola bilan suhbatlashayotgan vaqtimizda bolani ichiga kira olsakgina biz yechim qila olamiz. Bolani ichiga kira olsakgina biz undan ko'ngildagi bor narsadan so'ray olamiz. O'shanga e'tibor qaratishimiz kerak. Va o'sha suhbatni kim olib borish ham juda muhim. Aynan bizda o'zimizda bu suhbatni birinchi navbatda psixolog olib boradi. Sababi psixologning o'zining yaxshi bir ajoyib metodlari bo'ladi. Aynan o'sha metodlardan so'nggina bola ochiladi. O'yinlar, musobaqalar, qanaqadir bir kuzatuvlar natijasida bola o'zidagi bor narsani ochadi. Aynan psixologga. Psixolog esa u narsani sinf rahbari bilan maslahatlashgan holatda ota-onani o'rtaga olib suhbatlashadi. Shunda xulosalar yakunlanadi. Tahlillar yakunlanadi. Tahlillar, xulosalar birgalikda hammasi sababni topishga yordam beradi. Topilgan sabab esa bizga yechimni ko'rsatadi. Oddiygina chiziqli yo'l. Yechimni ko'rsatadi. Biz yechimni topdik. Boladagi muammoni topdik va uni yechdik. Aynan shu bugun ham maktabimizda bitta bolaga yechim topdik. Juda ham xursand bo'ldik. Juda ham zo'r bola. Har bir bola bir marvarid hisoblanadi. Har bir bola bir ajoyib bir olam hisoblanadi. Ularning ichiga kirib boraversangiz, ular sizga yangi narsalarni beraveradi. Va biz bundan qo'rqmasligimiz kerak. Negaki biz xato qilib qo'yilishdan ham qo'rqmasligimiz kerak. Negaki har bir xato bu biz uchun ma'lumot hisoblanadi. Biz xato qilgan sari ma'lumotga ega bo'lamiz. O'sha xatoni boshqa qilmaslikka harakat qilamiz. Ma'lumotlar bizga to'planib boradi. Kelgusi o'sha xatoni qilmasak, boshqa bolaga nisbatan o'sha xatoni qilmasak va natijalar yaxshi chiqishni boshlasa, bu biz uchun yana ham foyda keltiradi. Nafaqat biz uchun, butun ota-ona, oila va jamiyat uchun foyda keltira boshlaydi. Demak, yakuniy xulosa. Agar bizni ota-onalar ko'rib turgan bo'lsa, har biringiz farzandingiz bilan suhbatlashing. Suhbat juda ham yaxshi bo'ladi. Menda ham bo'ladi. Otam bilan suhbatlashim qiyin bo'ladi. Oddiy misol. Otam ko'rsalar, baribir gapiradilar. Lekin suhbatlashish kerak. Sababi suhbat muammolarni oldini oluvchi yagona yechim hisoblanadi. Biz suhbatlashishimiz shart. Oilada suhbatlashish kerak. O'shanda farzanddagi muammolar ko'rina boshlaydi. Ikkinchisi maktabda.
albatta ota-ona ko'rayotgan bo'lsa, ustoz ham ko'radi va o'sha suhbatni ustoz ham qilish kerak. Ustoz ham farzandlarni suhbatlashib turish kerak, gaplashib turish kerak ular bilan. Ularning ko'nglida nima borligini so'rab turish kerak. Hech bo'lmaganda, nima kam? Nima kerak senga? Qachon kerak yoki nimadan kerak? O'sha savollarga berib turish kerak orada. Bolalar ko'ngli ochiq bo'lishadi. Bolalar o'zlari xohlagan holatda, istalgan vaqtda sizga ko'ngli ochishi mumkin. Ko'ziga ozgina chiroyli ko'rinsangiz yetarli. Va bolalarni chekirib olsangiz, demak siz ulardagi muammoni topa olasiz. Yechimni ham topa olasiz. Chunki yechim topadigan aqli hushimiz joyida. So'nggida esa psixolog. Psixologimiz ham albatta suhbat o'tkazish kerak. Kim bilan? Eng avval ota-ona. Keyingi o'rinda esa o'quvchi bilan. Undan keyin ikkalasini birgalikda yechimini topib suhbatlashish kerak va o'sha mavzu doirasida muammoni yechimini qiladigan, muammoni yechadigan mavzuda gaplashish kerak. Bu natijaga olib keladi. Va bitta bolani hayotini qaysi tomonda o'zgartira olsak, shu 3 ta inson: ota-ona, o'qituvchi, sinf rahbari va psixolog. Bitta bolani hayotini o'zgartira olsak, bu bola kelajakda qaysidir ma'noda yuqori natijaga erishsa, butun jamiyat o'zgarib ketishi mumkin. U boladan vazir, professor, doktor yoki prezident chiqishi mumkin. Bu bola butun dunyoni, butun jamiyatni o'zgartiradi. Agar unga sababli inson siz bo'lsangiz, ya'ni siz uni bolani o'zgarishiga sababchi bo'lgan bo'lsangiz, demak bu barcha uchun yaxshi. Siz uchun ham. Demak biz muammoni yechimini topish uchun suhbatlashni alohida tahlil sifatida, xulosa sifatida aytamiz. Albatta suhbatlashinglar. Rahmat.